Muzqaymoq sezonini ochiq deb e'lon qilaman. Bugun uy sharoitida 4 xil rangdagi mazali, ishonchli muzqaymoqni qanaqa tayyorlanishni ko'rsatib bermoqchiman. Binafsha rangli suv uchun golubikaga shakar hamda limon suvini siqib qo'yilgunicha qaynatib olamiz. Keyin blender qilib sovutishga olib qo'yamiz. Pushti rangli suv uchun qulupnayni blender qilib olamiz. Ana endi eng asosiy joyiga keldik. Haqiqiy pazandalar tanlov bo'lgan Pure Milk'ni 35% slivkalarni mikser qilishni boshlaymiz. Bir chimdim vanilini solishni ham unutmaymiz. Mikser qilishni boshlaganingizda biroz suyulishi mumkin. Bundan aslo qo'rqib ketmang. Asta-sekin quyilishni boshlaganda quyiltirilgan sut quyamiz. Slivkani juda ham ko'pirtirib yuborish shart emas. Tayyor massamizni 4 ta idishga bo'lamiz va boyagi blender qilib olingan qulupnay, golubika hamda shokoladli suv uchun kakaoni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qopqoqlarni yopib, muzxonaga jo'natamiz. 1 soat o'tgandan keyin olib bitta aralashtirib yuboramiz va qayta 5 soatga muzxonaga yuboramiz. Qarabsizki, mazali, silliqqina ranglari chiroyli chiqadigan muzqaymog'imiz tayyor. Menimcha bu go'zallik bitta laykka arziydi.